Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Biznes rivojlantirish banki Uchqur'on bank xizmatlari markazida navbatdagi tadbirkorlar uchrashuvi 2026-yil 23-iyun. Uchrashuvni mahalla bankiri Davlat G'ayrajon aka olib boradi. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Bugungi uchrashuvimiz ochiq muloqotda bo'lib o'tadi. Hozir kredit masalalari bo'yicha kelsalar, hozir bir yozib o'rganib chiqamiz. Kerakli hujjatlar taqdim etasizlar, o'rganganimizdan keyin xulosani berib rasmiylashtiramiz. Xo'p, kimni sizdan masalalar aka? Endi Chorlar bo'yicha. Xo'p, Chorluchiga yo'nalishda kredit olmoqchisiz. Qaysi mahallada? Istiqlol. Istiqlolda. Ism familiyangiz nima? G'ulomzor. G'ulomzor aka. Xo'p. Aka, hozir mahalla banki borib, xonadoningizni o'rganishadi, chorvachilik yo'nalishida sharoit bormi, yo'qmi? O'rganib kelgandan keyin tegishli xulosalarni beramiz. Undan keyin hujjatlarni keyin rasmiylashtirib, menejer xodimlar beraverasiz. To'g'ri. Sizga nima masala aka? Menga ham chorvachilik. Sizga ham chorvachilik yo'nalishi. Qaysi mahalla? Kattamoq. Kattamoq aka. Ism familiyangizni aytib o'ring. Azimov Aziz. Summa qancha edi? 60 million. Xonadonda sharoitlar bor. Sizga ham shu aka joyingizni borib o'rganamiz. Keyin tegishli xulosa berganimizdan keyin menejer xodimiga topshirasiz aka. Rahmat.